Chups, doimiy xursandchilik. Bugungi videoda katta bolalarni pahani haydaydigan mashina Malibuda 24 soat yashaymiz. Sin pero, sin pero, sin Bolalar, ko'pchiliginglar meni obuna bo'lmasdan kuzatar ekansizlar. Menga obuna bo'lib qo'yinglar, sababi o'zimni obunachilarimni YouTube videolarimga chaqirmoqchiman va sizlarda pul yutib ketish imkoniyati bo'ladi. Xudo xohlasa, yil oxirigacha sizlar bilan birgalikda 100 ming ta obunachi bo'lishimiz kerak. Tekshirib ko'ring, obuna bo'ldingizmi? Bo'lmasa videoni boshladi. Bolalar, mana videoni ham boshlab oldi. Ko'rganinglardek, o'tgan safar Matizda qiluvdik. Bu safar Shukr iltimosiga binoan mana bugun Malibuda qo'yamiz. Ko'ramiz endi Shukr noshukrlik qiladimi yoki shukr qiladimi. Bolalar, videoni birinchi marta ko'rayotganlar uchun hozir shartlarni tushuntirib beraman. Ya'ni mashinada 24 soat yashashimiz kerak bo'ladi. Sizlar oldingi videoda qoldirgan shartlarni, ya'ni qiziq shartlarni bajarishga harakat qilamiz. Malibu 24 soat yuramiz. Qulaymi, qulay emasmi, qancha rasxod qilyapti, hammasini sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Bolalar, mana sizlar uchun harakat qilib Malibu oldik. O'tgan videoda aytuvdinglar, aka Malibuda ham qilinglar deb, Matizda qilganimizda mana Malibu oldi. Bolalar, sizlarga oson shundoq videoni to'xtatib, like bosib qo'ysanglar, bizga podpiska tashlab qo'ysanglar, biz xursand bo'lgan bo'lardik. Biz sizlar uchun mana shunaqa zo'r mashinalarda videolar chiqarishga harakat qilamiz. Eng kerakligi noshukur bo'lmanglar. Shukurga o'xshab. To'xtab qolma mushik. Lekin endi ko'rishim o'g'il bola o'zini maqtaganini bor. Bolalar, hozirgi planlarimiz birinchi o'rinda hozir Chorsuvga boramiz. U yerda bir ikkita ishlar bor, tushmasdan hal qilish kerak bo'ladi. Keyin ovqatlangani borishimiz kerak. Qorin ochib ketdi. Undan keyin agar ulgursak, mashinani mo'yka qilamiz. Mo'yka qilganimizdan keyin menga bitta sovg'a kelish kerak. O'zimga sovg'a sotib olganman. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, men ko'rsataman. Faqat kommentariyada yozib qoldiringlar. Sovg'a nima deb o'ylaysizlar? Ya'ni o'zimga narsa sotib oldim. O'shani nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bolalar, mana Porsche qaranglar, ko'rinyaptimi? Ayol kishi haydayotgan ekan, aka, bildingizmi? Ayol kishi haydayotgan ekan. Mana shu yoshlari katta. Hatto mashina zo'r ekan. Keyingisi shunda bo'ladi. Nasib. Sizlar aktiv ko'rsatib tursanglar, hozir mana shu yerda to'xtatib videoga like bosib qo'ysanglar, xursand bo'lgan bo'lardi. Sizlar uchun harakatni davom ettiramiz. Mana mashinani ko'rsa. Voy, bilmadim. Aka, o'zi bunaqa har xil mashinalarni qayerdan olasiz? Hozir tushuntiraman. Ko'pchiliginglar mashinani qayerdan olasizlar deb so'rayapsizlar. Mana shu mashinani bizga taqdim etgan Luxa Rental'dagi bratlarga, Zafar aka, Akbar aka, sizlarga kattakon rahmat. Sizlarga ham shu mashinalar kerak bo'lsa, ya'ni любой turdagi mashinalar kerak bo'lsa, bemalol ularga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana Instagramlarni yozib qoldirdim. Biz challenge davom ettiramiz. Ko'rdingmi qayerdan o'tganimni? Gapi aka. Bolalar, mana kommentda o'zingizlar yozinglar. Bitta opani ko'rib qoldik-da, bu yog'iga o'ting, gapiraman, telefonimni beraman, yalinaman, bir nimalar deyapti. Keyin nima deding? Yalinaman deb qacha aytdim, aka, unaqa demadim. Keyin men o'tmayman dedim, to'g'rimi? Voy, o'ting aka. Aka, qo'ysangiz-chi, to'g'risini ayting, o'tolmayman, kap qo'y, o'tolmayman dedingiz aka. Nima ekan desam, "Voy, sizga emas-ku, menga-ku. Nima farqi bor? Mashinasi bo'lsa bo'ldi, chiroyi nima qilib beradi, qaymoq botirmaymanmi?" dedinglar. To'g'rimi? Shunaqa ekan. Aka. Vaqtda shariz bor, umuman unaqa demadim. Haqiqat-ku. Unaqa demadim. Babniksan-ku. Bittasiga sodiqman, bitta qiz yaxshi. Qaysi? Anaqami, Sudirgimi? Yo'q, emas. Sudirga bildinglar, kim aytayotganim. Agar kimdir bu temani tushunmayotgan bo'lsa, Matizda 24 soat yashaganimizni birinchi ko'ringlar-da. Keyin bu videoni ko'ringlar. Bu videoni ko'rsanglar, shunaqa kulasizlar. Shukr, noshukurligini keyin tushunasizlar. Bolalar, mana biz hammani 15 degan ko'chalar yig'iladigan joydan o'tib ketamiz. Ashulasidan bilayotgandirsizlar qanaqa joyligini. Qani tarog'ing? Sen ham tushib olsang yarashasan. Qo'ysangiz, men forumli bo'laman. Forum yo'q. Nima? Forum. Qanaqa forum? Forum ko'rgan bolam bilasizmi? Yo'q.
Mana hozir eski mahallamga yetib keldim, eski shahar Chorsuvga. Ko'st emasda har videoda ko'rsamiz, shu yerdan yuramiz. Mana ko'rsatgan juda fayzli mahallalar bor. Shu domda bir ikkita ishlar bor edi. O'shani hozir shukur tushib chiqadi, bir ikkita ishlar bo'yicha. Men o'tirib turaman, senga yaxshilab tushuntiraman. Nima tushuntirasiz? Ha? Qilgan yoshlarni tushuntiraman. Qilib chiqasan, bo'ldi. Necha pul berasiz qilib chiqqaniga? Chapal olib beraman. Bolalar mana ish bo'yicha shukurni chiqarib yubordim. O'zimga tushish mumkin emas, bilasizlar shartlarini. Shuning uchun hozir shukur tushib chiqadi, keyin yo'lda davom etamiz. Bolalar mana Chorsuvdan chiqib ketdi, shukur yaxshi ishlarimni bajarib keldi. Yaxshi qovun tushirmadi. Bolalar mana quyosh ham o'sha botyapti. Yo'q, o'sha tungi toshgan. Hozir ketayotgan joyimiz so'g'amni olishga ketyapmiz, lokatsiyaga. Ko'rib tursanglar, nima olganimni bilib olasizlar. Даже men o'zimga yetmadi so'g'a nimaligini. Xudo xolis ko'rib tursanglar bilib olasizlar. Lekin har bittanglarga shu olgan narsam nasib qilsin. Menga ham mana nasib qildi, Xudoga shukr. Sizlarga ham olish nasib qilsin. Nima ekani? Kommentariy yozib qoldiramiz sizlarga. Zo'r ovsanlarga borib, bilay. Bolalar mana so'g'am yetib keldi, tashab ketishdi. Hozir ichida nimalar borligini sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Birinchi o'rinda videolarimiz yaxshi yetilichga oldi. Nihoyat aka. Bu narsa videolarimiz kачествосiga, ya'ni ovoz kачествосiga ta'sir qilishi uchun oldim. Yana bitta eng asosiysi, bolalar 17. Aka, tabriklayman. Bizga ham nasib qilsin aka. Addushi bor. Mana hali ochilmagan. Hozir bitta yaxshi joyga borib, ya'ni yorug'roq joyga borib, sizlar bilan birgalikda buni ochamiz. Tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Bolalar qorin yomon ochib ketdi, shuning uchun hozir KFCga ketdi. Bolalar hosiliga addushi bitta ashula qo'yib beraman. Eshitdinglar, Samanning ashulasi. Ketdi yo'lda. Mana aldadi nafs, karmonim quruq, boshim to'la qarz. Har safar ko'zim tushganda vokzal tomon ona vatanimni sog'inaman, uni hammasi yaxshi. Depildan bo'za bonim adashdi, yana 10 sutkaga qamashdi. Yana zo'r ish bor deb aldashdi, mana adashdim. Bolalar mana почти KFCga kelib qoldi. Hozir borib tagoyliqga ovqatlanib olamiz. Mashinadan tushmasdan. Ha, zakaz qilsa. Ha, mashinada zakaz qilsa bo'ladi. Bilmaganlar uchun hozir live hack bo'ladi. Bolalar mana почти o'chirtimiz kelib qoldi. Shukur kaska kamerani yoqdim, rasmga olib yotibdi deb. Voy, bu bilan video olish ham oson emas. Sizlar o'ylamanglar, Ali akamga mazza edi. Stress, 24 soat stress mana shu bola bilan yashash. Voy, boshlarim. Mana yo siqilolmay kelasiz bilan. Nimaga siqilasan? Mazza qilib yuribsan. Hozir qorning ham to'yadi. Nima yeysan? Bokmaster. Farqi. Farqi yo'q. Misani so'rasda aka. Bokmaster farqi yo'q. Bokmasterda olsan. So'slar qanaqa bo'lsa? Chesnochnik. Bittasi chesnochnik, bittasi ketchup. Men to'la olardim aka. Nimani to'la olaman? KFCga o'zim bera olardim, pul mayli. Voy, rahmat. Bonus yo'q? 2 marta bonus so'radingiz. Rahmat katta. Charchamaydi. Yana so'ras bonus yo'qmi? Bolalar mana oldi, endi bitta joyga o'tirib olib, bemalol narsa yeb olsak bo'ladi. Bolalar o'sha yo'lda yeyishni boshlab yubordim. Hozir bitta joyda to'xtaymiz. Ertalabdan beri yurganimizga yomon qorin ochib ketdi boru. Bo'linglar. Ol shukur qo'lingni. Bolalar mana joylashib oldi, hozir endi ovqatlanib olamiz yaxshilab. Oldindan aytaman, kimnidir ishtahasi ochilib ketgan bo'lsa, uzr dilasiz. Ishtahanglar ochilmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Aslan qayerda ovqatlanasan-ki? Uyda. Ko'chada kamdan-kam ovqatlanaman. Yaxshida shunday uyda ovqatlanish kerak. Mazza qotdi lekin odam. Sen ishtahanglar ochilib ketmayaptimi? Chiroyli qiz ham chiqmadi. Hali. Men chiqmadi. Men qizlarga qarab yurganim yo'q-ku. Men qarayapman, nega chiqmayapti? Bolalar mana ovqatlanib bo'ldi. Lekin rostdan ham ovqatlangandan keyin uyqu keladi bor, nimagadir. Senda ham shunaqami?
Jomboq uyquga tortyapti. Qo'nish to'ydimi aka? Yaxshi-da to'ydi. Saniki to'ymadimi? Voy, etinglar bu. Och ekan, mana bu. Ali ekan syomkalar bor ekan, 3 kun ovqatlanmabdi-yu. Bolalar mana hozir biz endi yo'lga chiqyapmiz. Tungi Toshkentni hozir bitta jigarim bilan aylanamiz. Ivan bitta BMWni ko'rsatib qo'y. Hammamizga nasib qilsa iloyim. Bolalar mana biz yo'lga chiqdik. Hozir tungi Toshkentni bitta jigarim bilan aylanamiz. Hozir o'sha o'rtog'im oldiga ketyapmiz. Hop, o'rtog'im hozir mashinasida kelyapti. Ikkalamiz mashinada aylanamiz. Men Malibuda, u ko'rib tursangiz qaysi mashinadaligini bilib olasizlar. Taxmin qilinglar, qaysi mashinada deb o'ylaysizlar u. Katta bolalarning mashinasi lekin. O'zi topishdi. Topishdi. Yozib qoldiringlar, qani to'xtatinglar, o'zinglar uchun prosta, qani qanchalik yaxshi bilasizlar. Bitta yozib qoldiringlar variantinglarni. Rangini ham yozib qoldiringlar. Pokoliniyasini ham yozib qoldiringlar do'st. Endi chiqarding shukur. Hazilmi o'tdi senga? Hazil huzul ketyaptimi? Seryo'zli gap ketyapti. Bana uzursun. Chiqaq. Yaxshimisan o'rtoq? Manda ham hammasi zo'r. Ko'rinmay ketdi bu bola. Kecha mahallada ko'rdim birovga sani sog'indim mishon. Yoshligi qaytishga imkon bo'lsa agar qadriga yetardim o'sha vaqt. Bolalar mana o'rtog'im keldi. Kim topuvdi? Qora Centra haydirdi. Mana endi hozir Toshkent bo'ylab ozgina aylanamiz. Tungi Toshkent, seni mashinani hayda sekin bosma. Bilsa ko'chada mashina gilosdi. 3 ta yaloy beda esdi rosti. Dokument bo'lmasa sekin bratim qochdi. Seni mashinani hayda sekin bosma. Bilsa ko'chada mashina gilosdi. 3 ta yaloy beda esdi rosti. Dokument bo'lmasa sekin bratim qochdi. 98 benzin qildi samolyot. Rezinamni deb tosh. Bolalar tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Mana 17 ni ham ochib oldim. Hammalarga nasib qilsin. Hozir titkilab o'tiruvdim. Endi ozgina dam olamiz, uxlab, keyin ertalab davom etamiz. Yaxshi dam olinglar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. To'g'rimi? Like deb qo'ying. Ha, bo'ldi. Eshitdinglarmi? Davay. Bolalar mana erta sahardan turib oldim. To'g'risi uncha uxlamadim. Challenge'imizni shu yerda o'zida yakunlaymiz. Challenge'imiz juda zo'r o'tdi. Sizlarga ham yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar bizani. Endi keyingi videoda qaysi mashinada olib chiqinglar? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, keyingi videoda Xudo xohlasa ko'rishamiz. Joninglar sog' bo'lsin.